Yetolmadim. O'zi davleniyam ham unaqa yo'q edi o'zi. 120 ga 80 yurardim. 130 ga 90 bo'lib qoldi, keyin bormasam bo'lmas ekan dedim. Qanaqasiz holat tuzamasiz? O'zim sizlarni ko'rib turardim-da. Bizani ancha yildan beri bilaman sizlarni. O'zim o'sha mazam bo'lmaganda ko'lsiz ekan, dorisiz ekan, shularni qilayotgan lecheniyaligisi deb shu yerga kelganman. Ma'lumot o'rnida qancha bo'ldi? Birinchi kelganingizga qancha bo'ldi? Ana bizani kelganingizga, ko'rganingizga? 2 yil bo'ldi. 2 yildan oshdi. 2 yildan oshdi. 2 yil ichida o'sha vaqti bilan kelib, umuman dori ham ichmayman, ukol ham olmayman. Lekin absislar bo'lib ukol anaqa qilganman, bo'lganman. O'shandan keyin shu yerga keladigan bo'ldim, bolam. Bilaman, 2 yildan beri ora-orada kelib, o'zingiz sog'lig'ingizga qarab, qanaqa o'zi holatingiz? Hozir birinchi kelganda qanaqa bo'lgan? O'shani qisqacha 2 yil oldingi holatingizni, kelganingizdan keyingi holatingiz, hozirgi kelib yurgan holatingiz. Kelganimda bellarim og'rirdi, oyoqlarim og'rirdi. Hozir belimda ham og'riq yo'q, oyog'imda ham og'riq yo'q. Faqat endi hozir o'sha hansirashim, shunga keldim. Hozir yaxshiman. 2 yil oldin birinchi kelganingizda o'sha yomon holatda edingiz. Yomon holatda edim-da. Yomon holatda o'zi ko'rib, bir oy ko'rib o'tirganman. Bir oy ko'rib o'tirib, o'g'lim aytdiki, "Bormaysizmi, ona?" dedi. "Voy, qimmat ekan" dedim. "Qimmat bo'lsa ham men pul beraman" dedi sizga. 150 ming so'm qimmat emas-ku. Endi men shunaqa dedim-da. Shunaqa dedim, keyin boring, shuni ko'rib o'tirmasdan boring dedi. Ha, xo'p, bora qolingchi, qani dedim. Ishonsangiz 3 kunda yaxshi bo'ldi. Yana keling dedilar. Yana bir marta keldim, 4 marta kelganman. Birinchi kelganda suhbatlashgan o'zlariga. Sizni adamlar ham ko'rganlar, akamlar ham ko'rdilar, men ham ko'rganman sizni. Nimaga men xursand bo'laman? Sizniki odamlar borligidan, chunki sog'lig'i haqida qayg'uradi. O'zi vaqti-vaqtida bilib, anu asobiy bizanikilarning o'zbeklarda shunaqa odat bor-ku, men bu oxir o'tib ketgandan keyin kelib, anu Tojiboyev rahmatli qiziqchilar ham gapi bor edi. Ani o'zbeklar deydi, oxirida yurib, o'tkazib yorib, oxir qo'l oyoq qolgandan keyin ko'tarib olib kelishadi deydi-ku. Shunga o'xshab, Xudo saqlasin, unaqa bo'lmasin. Hamma odam nima deydi, hech qanaqa kasal bo'lmasin. Faqat endi bitta narsa shu talab qilinadi, bitta dori narsaga aytilinadi. Oldindan vaqtida harakatini qilish kerak. Shunaqa keldim-da mana, harakat qilib oldimdan mana. Ozgina mazam bo'lmasa keyin shularga boring deyman-da. Shu yerga kelaman, bola. Tanjoninglar sog' bo'lsin, bolam. Rahmat. Qo'y ko'zinglar dard ko'rmasin. Aytganingiz kelsin. 2 yil oldin og'riq bo'layotganda dorilar bilan yurardingiz-da, to'g'rimi? Dorilar bilan, ukol bilan, dori bilan. Shu lecheniyadan keyin umuman dori ishlatmaysiz? Yo'q, yetolmadim. O'zi davleniyam ham unaqa yo'q edi o'zi. 120 ga 80 yurardim. 130 ga 90 bo'lib qoldi, keyin bormasam bo'lmas ekan dedim. Hansirab qolgandan keyin keldim. Yaxshi. Yo'q, hozir davleniyam ham yo'q, yaxshiman. Alhamdulillah. Sizga mukammal shifo tilaymiz. Mana shu sizdagi holatlarga o'ylab o'tirgan yosh katta, siz tengqur odamlarga masjiddan turib nima deya olgan bo'lardingiz? O'ylab o'tirgan, boraymi, bormaymi deb turgan odamlarga. Voy, boringlar dedim. Kelishdi. 5-6 ta odam keldi. O'zimni kelinim ham keldi, ammam ham keldi. Qo'shnilarim kelishdi. Yaxshi. Salomat bo'ling. Sizga mukammal shifo tilaymiz. Yaxshi bo'lib keting. O'zimni kelinim ham keldi-da, oyijon. Men o'zim yo'q edim. Dam olishga chiqib ketdim. O'shalarga boring, yaxshilar. Shunaqa dedim, keldilar. Shuhratdan 2 kun olibdilar lecheniya. 3-chi kun keling desalar, yaxshi, men deb kelmabdilar. Yaxshi. Glavniysi shu yaxshi bo'lishsa, salomat bo'lishsa bo'ldi, xolos. Charchamang, siz ham vaqtingiz oldi, rahmat. Salomat bo'ling. Sizlarni tanjoninglar sog' bo'lsin. Rahmat. O'zingiz ehtiyot qiling. Keyin mana shunaqa tetik bo'lib, har doim mana shunaqa kulib yuradigan bo'ling, xolos. Ko'rganimizdan xursand bo'lamiz. Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat.